Hozir sigaret chekib yurganlar haligi bo'lib qolgan-ku. Shuni ham davolasa bo'ladimi, doktor? Mana siz allergolog, pulmonolog, o'pkasi zaharlanganlar, astmalari bor, allergiyasi borlar bor. Shular davolab beraverasiz. Albatta, avvallari bu kasalliklarni davolashga ozgina meditsinada qiyinchiliklar yuzaga kelardi, lekin hozirgi zamonaviy tibbiyotda bu hamma nafas siqishi deysizmi, astma deysizmi, ya'ni Hobel, ya'ni o'pkaning surunkali obstruktiv kasalliklar deysizmi, hamma kasalliklarga hozirgi kunda yechim mavjud. Biz bu kasalliklarni nazoratga olib beramiz va davolaymiz. Mashq klinikada qiynamasdan yotoq sharoitlari bor, ovqatlar, yengil sport zallarida shug'ullanib, o'zingizni fizik changalangizni qilib, dam olib, tuzalib ketsak bo'ladi. Albatta, bizning klinikamizda hamma sharoitlar mavjud, hattoki bizda bemorlarimizga beriladigan taomlar ham diyetaga asoslangan. Kerak bo'lsa, nonlarni ham biz keping unda tayyorlab bemorlarimizga beramiz. Chunki bu diyetaga biz 100% amal qilgan holatda davolaymiz. Doktor Sanjarbek aka, nechidan nechgacha qabul qilasiz? Biz qabullarimiz ertalab 8 dan kechqurungi 8 gacha davom etadi. Bemalol kelishlari mumkin bemorlar. Ana, akamni qabullariga yozilish uchun men nomer qo'yib qo'yaman, telefon qilasizlar, rozi bo'ling, doktor nomeringizni qo'yib qo'yapman. Manzilni yozsanglar, lokatsiyani tashlab beraman, bitta like bosib bersizlar. Nafas yo'llarida muammosi bor, qansirab qolayotgan hojijon, hoji dadamlar bo'lsa, o'zingizda bo'lsa, akam oldiga olib kelaverasizlar o'rtoqlar. Sizga ham rahmat.